Yaxshimizlar ko'pchilik. Bugun kinoda ingliz o'rganayli programmamizning 2-qismlik darsi. Bu qismlik darsimizda biz Ant-Man and the Wasp degan kinoni ko'ramiz, ya'ni Cho'milib polvon va Hara masalalasi. Buningdan sizlar birinchi bo'limini ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bu ikkinchi bo'limi. Chunki birinchi bo'limda bu Hara chaqirgan and the Wasp qanda chiqmaydi. Ya'ni Ant-Man deb bilan o'yimchik polvon deb. Nima? Cho'milib polvon deb. Unda qani filmni ko'raylik. Hey, Hank. Look, I just want to save it. Yana bir qitim. Hey, Hank. Look, I just want to save it. Nima deydi? Save it. Save it. Save it deydi. Save'ni siz saqlamoq deb bilgan bo'lishingiz mumkin. Bir narsani saqlamoq. Hamiyatda bu yerda save it degani bo'ldi qiladi degan gap. Ahmas gaplarni birasi yana bullshit, bir ahmaydigan bir gapni qilgan bo'lsa, yoki siz nima demoqchi bo'lganini bilgan bo'lsanglar, u gap qilchiliqi asossizlan bir gaplar olgan bo'lsa, siz zerikkan bo'lgan bo'lsangiz deymiz, save it. Save it. Bo'ldi qil, bo'ldi dema bo'ldi demoqchi. Buningga bir jumla tuzsam, save it. I don't care what you say. Save it. I don't care what you say. Bo'ldi qilaman, nima deyishim bilan karim yo'q dedi. Save it. I don't care what you say. Yana bir jumla tuzsam, you can save it. Bo'ldi qil. Ham buni saqlab qo'y deb tarjima qilamiz. Bo'ldi qil, ol dema bo'ldi demoqchi. Because I don't believe a word you're saying. Men sen degan bir og'iz gapga ishonmayman. You can save it because I don't believe a word you're saying. Save it ni yana save your breath deydi ba'zi vaqtlarda. Yani save your breath. Mense breath degan nafas degan gap. Nafsini saqlab qo'ydingmi? Bo'ldi qil deydi. Save your breath. Birasiga, ya'ni siz zerikkan yoki bir gap da'vasi ahmoq gapni. Deymiz save your breath yoki save it. Qaraylik, bu bizga nima bo'lgan keyingi so'z. You know, I've always loved your sense of humor, Susan. Have a seat. No, I'm good, thank you. Who is this guy? Sonny Birch. Yan bir qitim olaylik. You know, I've always loved your sense of humor, Susan. Have a seat. No, I'm good, thank you. Have a seat. Nima dedi? Have a seat dedi. Bu yerdagi seat degan o'rin degan gap. Bir o'rin joyni o'tiradigan seat deymiz. Odatda biz ingliz o'rganganda sit down deganda qanday? Sit downni o'ltir deb o'rgangan. Ammo bu intan qo'pol bir to'ylarda o'tira degan gap. Sit down. Shunga biz ishlatganda madaniy bo'lgan, ya'ni adab yuzidan qanday have a seat degan ishlatamiz. Have a seat. Yoki bo'lmasa nima desak bo'ldi? Take a seat. Yoki take a seat. Have a seat, take a seat qanday? Shklisi o'xshash gap. Yoki qanday? Take a chair. Take a seat, take a chair. Chair degan o'rindiq qo'y. Take deganimda olmoq bo'lgan ekan. Yangi ingliz o'rganganlar ichida take a chair deb qolsam da o'rindiqni ol deb xato tushunadigan qiziqarli ishlar qildim. Take a chair degan bo'lsa o'ltira degan gap. Have a seat, take a chair bilan. Take a chair, Rich. Jolly good. Why do you wish us to take chair? Ya'ni
Take a chair dese, orundukna kolga elip aldı. Emniyette take a chair yapkanda oltur demek çıktı. Take a chair desin deyimiz. Olturmuz. Take a chair, have a chair demeydi. Take a seat, have a seat. Take a chair, almashtırıp, olturun dep edep yüzüdün işletken ma'nası boldu. Ahirki cümle şekli qarayla. Janet's location pops into Lang's head, he's going to give it to me, or I'm going to turn him over to the FBI. What? You are going to stay here. Yani bir qıtım. I'm going to fire up your tunnel. When Janet's location pops into Lang's head, he's going to give it to me, or I'm going to turn him over to the FBI. Or I'm gonna turn him over to the FBI dedi. Turn him over. Turn over. Turnover'ның köp xil ma'nosi var. Asosli köp qo'llangan 2 xil ma'nosini so'zlab beraman. Bu yerda ishlatayotgan turnover, turn somebody over to someone bo'lsa, birisini biraz saqchi yoki ashunda qonunliq bir organga topshirib berishdan gap. I'm gonna turn you over to FBI degan seni FBI'ga topshirib bermay demekçi. Bundan başqa yana bir misol bersem, his boss turn him over to the police. His boss turn him over to the police. Xo'jayini uni saqchiga topshirib berdi. Turn someone over to someone. His boss turn him over to the police. Endi yana bir ma'nosi turnover'ninki. Ötküzbemek. Bir narsani ötküzbemek. Mesela dükkanni ötküzbemek, şirketni yoki projektni bir narsani ham birisiga, hatto parangni parangda bir aylanma yig'inda so'zlagan bo'lsam, men tugida undasman, sen ötküzib berma gapim ne degandek yani qanday turnover. Masalan, he will turn the shop over to his son when he retires. O pensiyaga chiqqanda dükkanni qanday o'g'ilga o'tkazib berdi. He will turn the shop over to his son when he retires. Turn something over to someone. Ötküzbemek. I am turning the project over to you. I am turning the project over to you. Das men ma projectni ma turni sana ötküzüp bermemse. Sana ötküzüp berdim. Deyin gap. Bugungi darsimiz mushagicha bo'ldi. Tushunmagan savol bo'lsa, inkas qoldirsanlar bo'ldi. Rahmat.